Bir kuni o'qituvchi o'quvchilarga umrbod yodda qoluvchi saboq berishni niyat qilib, doskaning chekkasiga bir raqamini yozibdi va o'quvchilarga qarab, bu raqam sizning hayotdagi eng zarur xususiyatingiz, odamiyligingizdir debdi. Keyin raqamning yoniga 0 raqamini yozib, bu raqam sizning yutuqlaringiz, odamiylik sizning yaxshi xislatlaringizni 10 baravar oshirdi. O'qituvchi doskaga yana 0 raqamini yozgach, gapni shunday davom ettirdi. Bu raqam tajriba bo'lib, u bilan inson xislatlari 100 baravarga oshdi. Shunday qilib, o'qituvchi doskadagi 100 raqamiga do'stlik, sevgi, mehr-oqibat kabilarni anglatuvchi yana bir nechta 0 raqamini qo'shdi. Har bir qo'shilgan 0 raqami insonni 10 marotaba yuksaklikka ko'taradi dedi. To'satdan u raqamlar qatorining boshida bir raqamini o'chirib tashladi. Sinf doskasida ma'nosiz 0largina qoldi. O'qituvchi doskadagi 0larga tushuna olmay turgan o'quvchilarga qarab, hayotda nimaga erishishingizdan qat'iy nazar, qanday kasbni egallashingizdan qat'iy nazar, sizda odamiylik bo'lmasa, qolgan barcha erishgan narsalaringiz 0ga teng deya o'z gapini yakunladi.